Qo'qon shahrida shamol elektr stansiyalarini barpo etishga Xitoy sarmoyalari jalb etilmoqda. Shamol va quyosh energiyasidan elektr energiyasi ishlab chiqarish, ko'p qavatli uylarning markazlashgan isitish tarmog'ini barpo etish masalalari bugun Qo'qon shahar hokimi va Levi Silk Road Global Partners kompaniyasi vakillari o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida diqqat markazida bo'ldi. Xususan, Qo'qon aeroportiga yaqin hududdagi bo'sh yer maydonlaridan unumli foydalanish va shamol elektr stansiyasini barpo etish takliflari sarmoyadorlarda katta qiziqish uyg'otib, davlat-xususiy sherikchilik asosidagi korxonani tashkil etish imkoniyatlarini o'rganishga kelishib olindi. Sarmoyadorlar shamol elektr stansiyasi barpo etilishi rejalashtirilayotgan hududda shamol tezligi va intensivligini o'lchash bo'yicha nazorat uskunasini o'rnatib, monitoring ishlarini olib boradi. Aniqlangan natijalar yuzasidan loyiha taklifi ishlab chiqiladi. Qo'qon shahar hokimi o'rinbosari, investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi boshlig'i Oybekjon Mingbayev loyihani amalga oshirishga ko'maklashadi va shaxsan mas'ul bo'ladi. Muzokaralar aniq loyiha ustida davom ettiriladi. Ulug'bek Norboyev, Zebo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.